Vau, buni qarang. Ajoyib narsa. Ko'pchilik istaydi. Matras qarang. Sizlarga hozir buni lokatsiyasini tushuntiraman. Ajoyib. Juda katta, santimetri ko'p. Bir 10 milliondan oshiq tovar bor. Sizlarga hozir lokatsiyalarga aytaman. Videoda orqaga ko'ring. Ko'ryapsizmi? Shunaqa narsalar, o'yinchoqlar ko'ra turlari bor. Pistolet deysizmi, qizlarga deysizmi? Bundan tashqari, sizlarga ruchka deysizmi, daftarlar deysizmi, hamma yo'g'ini topsangiz bo'ladi. Bu do'konda yo'q narsani o'zi yo'q. Nima yo'q deb so'rasangiz bo'laver ekan. Zo'r narsaga mana ko'rsangiz bo'ladi. Men sizlarga ochib ko'rsataman buni. Qarang, podatkada hamma narsasi bor. Bu ayiqni qarang, mendan katta. Bunaqa ayiqlar bilasizlar, Arondan kamdan-kam sotiladi. Bemalol kelasizlar, hozir sizlarga lokatsiyalarga tushuntiraman. Bu joyda bundan tashqari xilma-xil tovarlar, o'yinchoqlar deysizlarmi, ayni soni, poni ishingizni bitirib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu joyimiz lokatsiyasi vokzal to'g'risida Lazzat stolovimiz bor. Mana shu yerda kirganingizda mana ikkinchi etaj joylashgan. Kelasizlar, mana bu yoqqa plakati ham bor. Kelganingizda mana ikkinchi qavatga qarab chiqib ketamiz, mana shu tomonga qarab. Shu lestinisadan chiqqanimizda shu temir turadi. Temir bu yerda narxlar qanaqa uka? Bog'lar shu qorasi bog'da o'ltatdi, polniy qorasi senada sotib oldik. Bo'ldi, qorasi senada kelayotgan, xudo xohlasa kelaversa, padarishni deysizlar, mana padarishni narsalar bor. Lokatsiyani bilib oldinglar, xudo xohlasa kelsanglar, zo'r narxga qo'yadi. Temurda hamma taniydi, Temurda inshaalloh zo'r narxga qilib beradi inshaalloh. Kelaverasizlar, sizlarni kutamiz. Lokatsiyani bilib oldinglar, shu lestinisadan chiqasizlar, hamma istagan tovarlar bor ekan.